Uyg'ur erkak qirg'inchiligini to'xtatish va Uyg'urlarning adolat talab qilishida xalqaroda Xitoy hukumatining Uyg'ur diyoridagi siyosatlarining erkak qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitilishi birinchi qadam bo'lgan bo'lsa, Xitoyning Uyg'ur erkak qirg'inchiligiga aloqador siyosatlarini tuzishga va uni ijro qilishga mas'ul Xitoy davlat apparati va xodimlarini javobgarlikka tortish yana bir muhim bosqich hisoblanadi. Ana shu bo'shliqni to'ldirishni nishon qilib, yaqinda qurilgan Uyg'ur huquq nazoratchisi guruhi muhojiratdagi bir turkum ko'p tillik va saviyalik Uyg'ur tadqiqotchilar tomonidan qurilgan. Ular yaqinda Xitoy hukumatining Uyg'ur diyorida Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga qaratgan kishilik huquq dafsandichiligining sistema va funksiyasi hamda nuqtalik javobgar ijrochilar haqida doklad tayyorlab chiqqan. Dokladning birinchi qismida qayta tarbiyalash lagerlari bilan munosabatli tutib turish o'rinlarining xarakteri va u yerda yuz berayotgan kishilik huquq dafsandichiligi sxemalashtirilgan shaklda tafsiliy bayon qilingan. Ikkinchi qismida keng ko'lamli tutqun qilish va turma lagerlariga qamashda asosiy rol o'ynagan hukumat organlari va amaldorlari sxema orqali aniq ko'rsatib berilgan. Xitoy bilan Hindistonning Himalaya tog'idagi chegara to'qinishni hal qilish temasidagi 19-navbatlik suhbatining oldida Hindiston havo armiyasi Ladakh rayonining sharqiga 68 ming askar va zo'r miqdordagi harbiy aslahalarni to'shigan. Hindiston vaqt gazetining ismini oshkorlashni xohlamaydigan amaldorlarni asos qilgan xabariga qaraganda, Xitoy bilan Hindiston orasidagi harbiy suhbatdan ilgari Ladakh rayonida harbiy faoliyatlar bo'lgan. Pakistanning Xitoy injenerlarini yetmagan bir harbiy avtomobil atriti 13 avgust yakshanba kuni Pakistanning g'arbiy janubidagi strategiyalik Gwadar porti atrofida qurolli hujumga uchragan. Taratqularning bildirishicha, qurollilarning hujumga uchragan avtomobildagi kishilar Pakistan armiyasining qo'g'dishida Karachidan Gwadarga ketayotgan Xitoy injenerlari ekan. Xabarlarda Pakistan armiyasining 23 nafar Xitoy qurilish injenerini o'qotmas avtomobil bilan qo'g'dab ketayotganda hujumga uchraganligi bildirilmoqda. Amerika prezidenti Joe Biden o'tgan hafta Amerikaning Utah shtatidagi bir iyani to'plash faoliyatiga qatnashganda qilgan so'zida navbatda Xitoy iqtisodiy duch kelayotgan xirasni qaralik bomba deb ta'riflagan. Amerika taratqullarining aytishicha, prezident Biden so'zida Xitoyning xirasga duch kelganligini, chunki uning iqtisodining o'sishi ostilab, ishsizlik nisbati ortganligini bildirgan. Xitoyda 7-oydagi ko'rsatkichlar shuni isbotladiki, davlat iqtisodiy Xitoy virusi yuqumidan keyingi ishlab chiqarish, iste'mol, mablag' solish va ishga o'rilish qatorliq nurg'un sohalarda davomli qiyinchilikqa duch kelgan. Xitoyning sanoat ishlab chiqarish va parcha setish sommasining eshishi 7-oydagi mo'ljaldan to'van bo'lgan. Sanoat ishlab chiqarish miqdori 3.7% eshib, iqtisodshunoslar mo'ljallagan 4.4% dan to'van bo'lgan. Parcha setilish miqdori o'xshash mazgilligidan 2.5% oshgan. 7-oydagi parcha setilish umumiy sommasi 3.688 milliard yuanga yetgan bo'lsa-mu, iqtisodshunoslarning mo'ljalidan to'van bo'lgan. Amerikaning sobiq prezidenti Donald Trump yangi bir aybnomada Gruziya shtatining 2020-yildagi saylov natijasiga aralashgan deb ayblangan. Aybnomada Trumpdan boshqa yana 18 kishi ayblangan bo'lib, ular uning advokati, saylov guruhining boshlig'i va Oqsaroyning sobiq xizmatchilari qatorliqlar ekan.